Diqqat qiling, juda muhim xabar. Hozirgi kunda Telegram messenjerlari orqali firibgarlar sizga aynan mana shu ko'rinishdagi havolalarni yuborishadi. Bu yerda go'yoki sizga 1 yilga tekin Telegram Premium sovg'a qilayotgan kishi bo'lib, ushbu havolaga kirsangiz, bu yerda Telegram raqamingizni so'rashadi. Raqamingizni kiritasiz, yuborganingizda ushbu ko'rinishdagi tasdiqlash kodi keladi. Ushbu kodni kiritsangiz, shu zahoti sizning Telegram akkauntingiz firibgarning qo'liga o'tadi va oradan hech qancha vaqt o'tmasdan sizni akkauntingizdan chiqarib yuboradi va nomingizdan barcha tanishlaringizga qarz so'raydi hamda ushbu zararli havolani yuboradi. Shu sababli sizlardan juda ham e'tiborli bo'lishingizni va bu kabi havolalarni aslo ochmasligingizni so'raymiz. Ushbu videoni esa barcha tanishlaringizga yuboring. Ogoh bo'ling. Yo'llarda belgilangan tezlikni 80 km/soatdan ortiqqa oshirgan haydovchilarni pravasidan mahrum qilish taklif etildi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasida muhokama qilingan qonun loyihasiga ko'ra, belgilangan tezlikni 80 km/soatdan ortiq oshirgan haydovchilarni transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish hamda ularga 26,800,000 so'mgacha jarima qo'llash taklif etilmoqda. Ya'ni ma'lum bir yo'lda, ko'chada belgilangan tezlik soatiga 70 km/soat. Haydovchi esa ana shu yo'lda 155 km/soat tezlikda harakatlanmoqda. Ya'ni belgilangan tezlik 70, undan 80 km tezlikda harakatlanyapti. Mana shunday holatlarda uning pravasi olib qo'yilishi va unga 26,8 million so'm jarima qo'llanilishi mumkin. Lekin bu hali qonun loyihasi, u muhokamada qabul qilinishi ham yoki rad etilishi ham mumkin va ko'pchilik albatta ushbu o'zgarishni, ushbu qonun loyihasini tanqid qilishi mumkin, lekin tanqid qilishdan avval bir statistikaga e'tibor qaratish kerak. Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, tezlikni 40 km/soatdan oshirish, 80 emas, 40 km/soatdan oshirish bilan bog'liq 156 undan 3000 ta qoidabuzarlik aniqlangan va ularning natijasida 1625 kishi halok bo'lgan, 606 kishi esa jarohat olgan. Mana shunaqa tomonlarni ham inobatga olishimiz kerak. Umuman belgilangan tezlikni 80 km dan oshirish bu juda ham qo'pol qoidabuzarlik mening nazarimda va bunday qo'pol qoidabuzarlarni albatta jiddiy jazolash kerak toki og'ir oqibatlar, o'lim bilan yoki og'ir jarohatlar bilan yakunlanadigan qoidabuzarliklar kamaysin.